ketavermadi. Sayohatchi Akmaljon bilan doim birga bo'ling. Unutilmas lahzalarga boy bo'ladi. Real voqea. Real voqea hammasi bu do'stimiz hamma ishni joyida komfort qilib, hech qanaqa nuqsonsiz qilib, sizni sharoitdan olishingizni 100% ta'minlab qo'yadi. Xudo xolasa. Endi savollar uchun rahmat do'stim. Nafaqat Saudiya, Xudo xolasa o'zimiz O'zbekistonga ham inshaalloh. Ko'rib qolishdi. Qiynaldik-ku shu nimalar uchun nima deydi? Obunachilar uchun olyapman. Xudo salomat qilsin, hammalarimizni keltirsin, chaqirsin. Ona, aka, bizning baxtli ayol farzandlar bilan, do'stlar bilan.